Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Immer DF muzlatkichi haqida gaplashamiz. Bu muzlatkichimiz 210 litr hajmga ega bo'lib, bir oila uchun bemalol yetarli. Ya'ni mahsulotlaringizni tabiiy va sifatli saqlash imkoniyatiga ega. Muzlatkichimizning tokchalari shishadan qilinganligiga qaramasdan og'ir yuklarni ham bemalol ko'tarib oladi. Hatto muzxonasi ham 2 qatordan iborat. Muzlatkichimizning mahsulot qismida 160 litr hajmga ega, muzxonasi esa 50 litr hajmga ega. Bu muzlatkichimizning energiya sarfiga keladigan bo'lsak, juda ham tejamkor, ya'ni bir yilda 215 kilovat soat. Ayni vaqtda bu muzlatkichimizni internet magazinlaridan 2 million 600 ming so'mdan 3 million 200 ming so'mgacha bo'lib turgan bir vaziyatda biz buni siz obunachilarimiz uchun 2 million 100 ming so'm qilib belgiladik. Bemalol kelib do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.